mani o'zimda bo'lgan bir katta transformatsiya bu hammamiz bilamiz, Alloh bizni yaratgan, hammamiz bilamiz o'sha dinimizda qo'ygan talablar bor, rioya qilishimiz kerak bo'lgan. Lekin muhabbatni bu odamni yashab, odamni instinktivniy tirik qolish uchun instinktlar bor. Yashab qoluvchi instinktlar bor. Bazaviy instinktlar bor. Bu masalan jamiyatga kerakliligi, jamiyatga kerakligini oilamizga kerakmizmi yo'qmi, ota-onamiz bizni yaxshi ko'radimi yo'qmi, yorimiz bizni yaxshi ko'radimi yo'qmi, do'stimiz bizni tashlab ketadimi yo'qmi degan haligi qo'rquvlarimiz bor. Bu hammada bu proshivka qilingan boridami. Kimdir bizni aldab qo'ysa qattiq og'rinadigan holat bo'ladi. Sababi biz yolg'izmiz deb o'ylaymizda. Masalan, qanaqadir ko'plar yoshlik travmasiga, yoshlikdagi bo'lgan voqealar bu mening travmam, ota-onam bunaqa qilmagan, bunaqa qilgan deb qanaqadir e'tirozi bor-da. Siz darslaringizga kelgandan keyin bu e'tirozimiz, bu travmamiz, bu ne'mat deb tushunishni boshladim-da. Agar o'shanaqa bo'lmaganda edi, xuddi shunaqa yutuqlarga erishilmaganda, u ataylabdan Alloh shu oilada, shu ota-onani shu holatda, shu moddiy holatingizga ham qarab beradiki, sizni xuddi yoyi tortganday, yoy haligi tortilganday, taranglashganday, sizni taranglashtirib uzoqqa borishingizni ta'minlashlik uchun.